Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Dinshunoslik fani 13-mavzu O'zbekistonda faoliyat yurituvchi diniy tashkilotlar mavzusida suhbat qilamiz. Quyidagi rejalar asosida ko'rib chiqamiz mavzuni. Davlat va din munosabatlari, O'zbekistonda mustaqillik va din. O'zbekistonda faoliyat yurituvchi diniy konfessiyalar. Vijdon erkinligining huquqiy asoslari. Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning mazmun mohiyati. Davlat va din munosabatlari. Davlat va din munosabatlarining ildizlari juda qadim davrlarga borib taqaladi va turli xil davrlarda davlat va din munosabatlari turli xil kechgan. O'rta asrlarda din davlat hayoti ustidan nazorat qilgan, jamiyat hayoti ustidan nazorat qilgan davrlar bo'lgan. Ma'lum bir davrlarda din jamiyat va davlat tomonidan inkor etilgan, ya'ni ateizm hukmronlik qilgan. 21-asrning boshlariga kelib davlat va din munosabatlari bo'yicha davlatlarni quyidagi guruhlarga bo'lishimiz mumkin. Dinga davlat dini maqomi berilgan davlatlar, cherkov ta'siri doirasidagi davlatlar, dunyoviy yoki diniy munosabatlarda betaraflik yo'lini tutuvchi davlatlar, rasmiy dinga ega bo'lmagan davlatlar, din davlatdan ajratilgan davlatlar, huquqiy e'tirof etilgan diniy guruhlarni muhofaza qiluvchi davlatlar, diniy jamoaviy tizimli davlatlar guruhiga bo'lishimiz mumkin. Davlat va din o'rtasidagi munosabatlarda 3 xil model asosida shakllangan. Birinchi model identifikatsion model hisoblanadi, ikkinchisi separatsion model, uchinchisi kooperatsion model. O'zbekiston qaysi modelga asoslanadi? O'zbekistonda tarkib topgan davlat va din o'rtasidagi munosabat o'z mohiyati, mazmuni va huquqiy asoslariga ko'ra separatsion modelga, ya'ni davlatdan din, umumta'lim maktablaridan diniy ta'limning ajratilganligi va vijdon erkinligi, konfessional bag'rikenglik ta'minlanganligiga asoslanadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 75-moddasida diniy tashkilotlar davlatdan ajratilgan hamda qonun oldida tengdirlar. Davlat diniy tashkilotlarning faoliyatiga aralashmaydi. Davlat qonunda belgilangan tartibda faoliyat ko'rsatayotgan diniy tashkilotlar faoliyatining erkinligini kafolatlaydi degan qoida belgilab qo'yilgan. O'zbekiston Respublikasida davlatning din bilan munosabatlari mazmun mohiyatini belgilovchi asosiy tamoyillar quyidagilar hisoblanadi. Birinchisi, dindorlarning diniy tuyg'ularini hurmat qilish. Diniy e'tiqodni fuqarolarning yoki ular uyushmalarining xususiy ishi deb tan olish. Diniy qarashlarga amal qiluvchi fuqarolarning ham, ularga amal qilmaydigan fuqarolarning ham huquqlarini teng kafolatlash hamda ularni ta'qib qilishga yo'l qo'ymaslik. Ma'naviy tiklanish, umuminsoniy axloqiy qadriyatlarni qaror toptirish ishida turli diniy uyushmalar imkoniyatlaridan foydalanish uchun ular bilan muloqot qilish yo'llarini izlash zaruriyati. Dindan buzg'unchilik maqsadlarida foydalanishga yo'l qo'yib bo'lmasligini e'tirof etishdir. Davlat va din munosabatlarini tartibga solish. Respublikamiz hududida davlat va din munosabatlarini tartibga solish, diniy tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtirish bilan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita shug'ullanadi. Qo'mita o'z faoliyatini 1992-yilda boshlagan. O'tgan davr mobaynida yangi sharoitlarning yuzaga kelishi, davlatimiz taraqqiyotining yangi bosqichga o'tishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 16-apreldagi farmoniga binoan qo'mita faoliyati isloh qilindi. Jumladan, xodimlar soni ko'payib, ularning oylik maoshlari oshirildi. Shu bilan birga, din ishlari bo'yicha qo'mita huzurida din sohasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni o'rganish bo'yicha markaz tashkil qilindi. O'zbekistonda diniy tashkilotlar va dinlararo bag'rikenglik. Mustaqillik yillarida dinga bo'lgan munosabat tubdan o'zgardi. Sobiq Sovet tuzumidagi dinga hujumkor ateistik siyosatga barham berildi. Vijdon erkinligi konstitutsiya va qonunlar orqali kafolatlandi. Bugungi kunda respublikamiz hududida 16 ta diniy konfessiyaga mansub 2300 ga yaqin diniy tashkilot faoliyat yuritmoqda. Shundan 2093 tasi islom diniga tegishli. Vaholanki 1990-yilda
respublika hududida 119 ta diniy tashkilot faoliyat olib borgan. Mamlakatimizda mustaqillik yillarida haj ibodatini ado etish uchun barcha sharoitlar yaratildi. 1991-yilda hajga boruvchilar soni 1,5 ming kishini tashkil etgan bo'lsa, hozirgi kunda yiliga 7200 dan ortiq kishini tashkil etmoqda. Mustaqillik yillarida 130 mingdan ortiq kishi haj ibodatini ado etdi. Shundan 180 mingdan ortiq, shuningdek 180 mingdan ortiq kishi umra amalini bajarishga muvaffaq bo'ldi. Diniy bayramlar Ramazon va Qurbon hayitlari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1991-yildagi farmoniga muvofiq bayram va dam olish kuni deb e'lon qilindi. Dinlararo bag'rikenglik, ya'ni tolerantlik, xilma-xil diniy e'tiqodga ega bo'lgan kishilarning bir zamin, bir vatanda oliyjanob g'oya va niyatlar yo'lida hamkor va hamjihat bo'lib yashashini anglatadi. Respublikamiz hududida bugungi kunda 130 dan ortiq millat va elatlar, 138 dan ortiq milliy madaniy markazlar faoliyat yuritmoqda. Azaldan diyorimizda islom, nasroniylik, yudaizm kabi dinlarning yonma-yon yashab kelganligi, masjid, cherkov va sinagoglarning mavjudligi, turli millat va dinga mansub qavmlarning o'z diniy amallarini erkin ado etib kelayotganligi dinlararo bag'rikenglikning amaldagi tasdig'idir. Vijdon erkinligining qonuniy asoslari. Vijdon erkinligi huquqi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi orqali himoya qilinadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 35-moddasida hamma uchun vijdon erkinligi kafolatlanadi. Har bir fuqaro o'zi xohlagan dinga e'tiqod qilish yoki hech qaysi dinga e'tiqod qilmaslik huquqiga ega. Diniy qarashlarni majburan singdirishga yo'l qo'yilmaydi degan qoida belgilab qo'yilgan. Vijdon erkinligining respublika va xalqaro hujjatlar orqali kafolatlanganligi quyidagi hujjatlar orqali ko'rsak bo'ladi. Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining 1991-yilda qabul qilingan qonuni. Ushbu qonun 1998-yil o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilib, yangilandi. 2021-yil 5-iyulda esa 35 ta moddadan iborat yangi tahrirdagi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Xalqaro hujjatlarda ham vijdon erkinligi o'z aksini topgan. Xalqaro hujjatlarda Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi 1948-yil 10-dekabrda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan qabul qilingan hujjatda ham vijdon erkinligi huquqiy asosda tarkib topgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti a'zolarining Venadagi uchrashuvida qabul qilingan yakuniy hujjat 1989-yil 15-yanvarda qabul qilingan. O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 5-iyulda qabul qilingan yangi tahrirdagi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunida asosiy tushunchalarga ta'rif berilgan. Diniy ta'lim muassasasi muayyan konfessiyaga mansub bo'lgan diniy tashkilotning professional xizmatchilarini va ular uchun zarur bo'lgan diniy xodimlarni tayyorlash uchun diniy tashkilotning O'zbekiston Respublikasi bo'yicha markaziy boshqaruvi organi tomonidan tashkil etilgan muassasa hisoblanadi. Diniy tashkilot fuqarolarning belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tkazilgan, birgalikda dinga e'tiqod qilish, ibodat qilish, diniy rasm-rusumlar va marosimlarni bajarish maqsadida tashkil etilgan, daromad, foyda olishni o'z maqsadi qilib olmagan va foydani o'z ishtirokchilari o'rtasida taqsimlamaydigan ko'ngilli birlashma bu diniy tashkilot hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida diniy tashkilotni ro'yxatdan o'tkazish adliya organlari tomonidan amalga oshiriladi. Diniy tashkilot tashkil etilishi ta'sis yig'ilishi konferensiyasida amalga oshiriladi va ta'sis yig'ilishi konferensiyasi o'tkazilgandan so'ng 6 oy ichida elektron murojaatni adliya organlariga yuborishi kerak. Adliya organlari tomonidan diniy tashkilotni ro'yxatdan o'tkazish quyidagi muddatlarda amalga oshiriladi. Diniy tashkilotni ro'yxatdan o'tkazish uchun murojaat yuborilgan kundan boshlab 1 oy ichida, diniy tashkilotni qaytadan ro'yxatdan o'tkazish elektron murojaat yuborilgan kundan boshlab 15 kun ichida ko'rib chiqiladi. Mas'ul organlar, adliya organlari tomonidan diniy tashkilotni tashkil etish bo'yicha yuborilgan muddat ichida yakuniga ko'ra diniy tashkilotni tashkil etish
tashrifga ruxsat berish yoki rad etish javobi yuboriladi. O'zbekiston Respublikasida mustaqillik yillaridan so'ng 16 ta diniy konfessiya faoliyat yuritadi. Bular quyidagilar hisoblanadi: Islom, Rus Pravoslav cherkovi, Rim katolik cherkovi, Evangel xristian baptistlar cherkovi, To'liq Injil xristianlar cherkovi, 7-kun xristian adventistlari cherkovi, Navo apostol cherkovi, Evangel lyuteranlar cherkovi, Arman apostollik cherkovi, Golos Boji xristian cherkovi, Yegova shohidlari cherkovi, Koreys protestant cherkovi, Yahudiylar diniy jamoalari, Bahoiylik diniy jamoalari, Xalqaro Krishnani anglash jamiyati, Budda ibodatxonasi hamda O'zbekiston Bibliya kitob jamiyati. O'zbekistonda ro'yxatdan o'tgan 16 ta diniy konfessiyaga jami 2300 dan ortiq diniy tashkilotlar ro'yxatdan o'tgan. Shulardan 2093 tasi islom diniy tashkilotlari, 178 tasi xristian diniy tashkilotlari, 8 tasi yahudiy jamoalari, 7 ta bahoiy jamoalari, bitta xalqaro krishnachilar jamiyati va bitta buddaviylar ibodatxonasi kiradi. O'zbekiston Bibliya kitob jamiyati esa diniy tashkilot hisoblanib, boshqa konfessiyalardan alohida faoliyat olib borsa-da, diniy konfessiya maqomiga ega emas. Mustaqillik yillarida yuzlab cherkov, sinagoga va ibodat uylari, xususan Toshkent, Samarqand, Navoiydagi pravoslav ibodatxonalari, Toshkent shahridagi katolik kostyoli, Samarqanddagi Arman apostollik cherkovi, Toshkentdagi Budda ibodatxonasi qaytadan barpo etildi. Hazrati Imom Buxoriy, Bahouddin Naqshband, Hakim Termiziy, Imom Moturidiy, Shohi Zinda, Qosim Shayx, Zangi ota kabi qadimiy yodgorlik majmualari obod qilindi va yangilari qurildi. Qur'oni Karim, hadislar to'plami, Bibliya tarkibidagi yangi ahd va qadimgi ahdning ba'zi qismlari, masalan, Sulaymon hikmatlari, Rut, Ester va Yunus payg'ambarlar tarixi o'zbek tiliga tarjima qilinib chop etildi. O'zbekiston ko'zi ojizlar uchun maxsus Braille yozuvida Qur'oni Karim nashr qilgan dunyodagi 3-mamlakat hisoblanadi. 1943-yil 20-oktyabrda Toshkent shahrida O'rta Osiyo va Qozog'iston ulamolarining birinchi qurultoyi bo'lib o'tgan. Unda O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlarining diniy nazorat boshqarmasini tuzish haqida qaror qabul qilingan va diniy boshqarmaga rahbar va muftiy etib Eshon Boboxon saylangan. Diniy boshqarma tarkibida mintaqadagi 5 davlat O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston va Qozog'istonda qozlar rahbarlik qiladigan diniy boshqarmaning vakillari kiritilgan. O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy nazorati 1943-yildan shu nomda faoliyat yuritdi va mustaqillikkacha faoliyat yuritdi. 1992-yilda O'rta Osiyo va Qozog'iston diniy musulmonlar nazorati boshqarmasi Mavraon-Nahr musulmonlar idorasi nomi bilan qaytadan tashkil etildi. 1992-yildan 1994-yilgacha Mavraon-Nahr musulmonlar idorasi nomi bilan ataldi va 1995-yilning dekabr oyida O'zbekiston musulmonlar idorasi nomi bilan qaytadan tashkil etildi. Bugungi kunda O'zbekiston musulmonlar idorasi tarkibiga respublikada rasmiy ro'yxatdan o'tgan holda faoliyat ko'rsatayotgan 2100 dan ortiq masjid, 9 ta madrasa, o'rta maxsus islom bilim yurti, Toshkent islom instituti, Mir Arab oliy madrasasi, Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi va Mavraon-Nahr nashriyoti kiradi.